Taksi, menga... Assalomu alaykum, ada. O'g'li? Ha, o'tiring. Voy. Bu mashina kimniki? Keyin tushuntirib beraman. Kredit oldingmi? Yo'q. Qarz oldingmi? Yo'q, xudo asrasin. Qarzim yo'q hech kimdan. Bu ishxonaniki bo'lsa kerak, a? Olib chiqqaningni xo'jayining biladimi? Mashinani aytyapsizmi? Ha, mashinani? Yo'q. Shu desangiz bir yaxshi ish boshladim. Bugun 1-oktyabr, ustozlar bayrami. Ha. Shunga ustozimga sovg'a qilmoqchiman shu mashinani. Yaxshi o'ylabsan. Ustozni duosini olgan baraka topadi. Ha. Ustozingni meni nomimdan tabriklab qo'y. Xo'p, Uyga vaqtroq qaytgin. xo'p bo'ladi. Ada? Ha, o'g'lim. Bu mashina qaysi ustozimga deb so'ramadingiz-ku? Darvoqe. Bu qaysi ustozingga olib boryapsan? Yurishni o'rgatgan, ovqatlanishni o'rgatgan, hatto gapirishni ham o'rgatgan birinchi ustozimga. Ya'ni sizga. Siz meni birinchi ustozimsiz. Bu mashina sizga. Oling. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat o'g'lim. Rahmat senga. Baxtimga omon bo'ling, otajon. Sen ham meni baxtingda sog' omon bo'l. Baraka top o'g'lim. Boringga shukr bo'lam.